Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan ko'rishganimizdan juda ham xursandmiz. Biz o'zbek millatimizda qadimiy o'ziga yarasha an'analari, milliy urf-odatlari bor. Shulardan biri askiya san'ati. Askiyani bilasizlarmi? Askiya san'atini mana o'zimizni mana shu Qorasuvdan ulug' ustoz askarchilar o'tgan askiya darg'alari nafaqat respublikamizga, balki O'rta Osiyo dong'i ketgan mashhur so'z ustalari o'tgan. Ulardan masalan Mamajon ota Madaminov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Abdulhay Mahsum Qozoqov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hasanboy Sultonov. Bularni yana davom ettirish mumkin. Askiya san'ati keyingi paytlarda sal orqada qolganga o'xshab qolganligi uchun muhtaram prezidentimiz milliy askiya san'atimizni yanada rivojlantirish to'g'risida qaror qabul qildilar. Shu jumladan mana shu chekka tumanlarda, qishloqlarda yosh iste'dodli yoshlarni mana shu askiya san'atiga jalb etib, respublikaga olib chiqib, xalqqa tanitish bo'ldi maqsad. Shuning uchun mana 2023-yildan beri mana shu jarayon davom etyapti. Mana ulug' askarchilarning yurti bo'lgani uchun sizlarni maktablarda hamma tavsiya qilgan shuga keldik. Mana juda ko'p iqtidorli yigitlar bor ekan, iqtidorli qizlar bor ekan, kecha ko'rib tanishganmiz. Xudo xolasa o'ylaymanki, mana shu sizlarning maktablardan, sizlarning sinflardan elga taniladigan mashhur so'z ustalari chiqadi deb o'ylaymiz. Askiya san'atiga bo'lgan e'tibor tufayli mana 2024-yilda mana shu Askiya kulgi chehraning guli kitobini chiqarganman. Bu mas hammalarga qo'llanma sifatida ishlatsa bo'ladi. Qolaversa mana o'zbek xalqining askiyachilik va qizilchilik san'ati degan kitob nashrdan chiqdi yaqinda. Ilgarilari bunaqa askiya san'ati to'g'risida qo'llanma kitoblar bo'lmagan. Bu yil mana yangi hozir tandirdan chiqqan kitob O'zbekiston san'ati ustalari. Bunda eng mashhur mana shu respublikamizda yashab o'tgan ustoz askiyachilarni, qiziqchilarni hayot ijodlari kiritilgan. Albatta darslarimiz davomida bular bilan tanishib boramiz. Endi askiya san'ati o'zi nima? Askiya san'ati, askiya so'zi arabchadan olingan bo'lib, zakiylik, zukkolik, topqirlik ma'nosini bildiradi. Kim askiyachi bo'lishi mumkin? Kitobni ko'p o'qigan odam, dunyoqarashi keng odam askiyachi bo'lishi mumkin. Chunki askiyada bitta so'zdan 2 xil, 3 xil ma'no yasash kerak bo'ladi. Sizlar ichlarida ham shunaqangi iqtidorli bolalar bor-a? Mana masalan men kecha sizlarga bitta topshiriq berib ketgan edim. Hozir qani shu yigitlar shu yerga sahnaga chiqishadigan bo'lsa, markazda bir ko'rib olamiz. Mana kechaga bergan vazifa bo'yicha hozir ko'ramiz. Avvalo sahna madaniyati bo'lishi kerak. Sahnaga chiqqanda qo'llar har xil, manaqa bu narsalar o'ynab turmasdan, chiroyli, xalqqa teskari bo'lmasdan, men bu yerda o'tirganlar xalqni tasavvur qilasizlar, xalqqa teskari qaramasdan, to'g'ri tabassum bilan, lutf so'z bilan, so'zlarda chaynamasdan, dona-dona qilib yetkazib berishga harakat qilish kerak. Qani Firdavs boshladik bo'lmasa. Qo'lingni chur. Boshladik. Kimga gapirarding? Boshladik. Yoshlikdan ilm olgan, ular o'rgangan kishi hech qachon kam bo'lmaydi. To'g'ri. Sizni Rishtonga borib, 1 kiloga shogird tushgan deb eshitgandik. To'g'ri eshitdingiz. Chiroyli choynak piyolalar yasayapsizmi? Yo hali ham to'laydamisiz? Mana mashida siz mashida so'z o'yini bo'lyapti. Chiroyli chinni kosalarni yasayapsizmi? Yo tuvaydamisiz deyilyapti. Mana shu uchun kuladigan kulminatsiya deydi. Kuladigan joyi bo'ladi. Sen oddiy she'r o'qiganga o'xshab, hikoya o'qiganga o'xshab gapiryapsan. Boshqatdan boshlaymiz. Tuvaydamisiz degan joyga urg'u berasan, shunda kulgu bo'ladi hamma. Bo'ladi. Qo'lni shu. Yoshlikdan ilm olgan, ular o'rgangan kishi hech qachon kam bo'lmaydi. To'g'ri. Sizni Rishtonga borib, 1 kiloga shogird tushgan deb eshitgandik. To'g'ri eshitdingiz. Chiroyli choynak piyolalar yasayapsizmi? Yo hali ham to'laydamisiz? Haq davs bering. Biz yasayotgan choynak piyolalar juda ko'p.